Samarqand. Boylar shahri, millionerlar shahri. Men boksda niktoman. Hali hech narsani qoyillatganim ham yo'q. Kerak bo'lsa 1-2 urishda ham to'g'ri bilmayman. Lekin sport hamma uchun. Sport men uyalmayman. Kimdir aytadi, uyaltirsa, MMA uyaltirsa, endi boksdimi? Kimlar uyalsin? Ana shu har xil bir vatanni sotganlar, jinsini o'zgartirganlar, qoyillatganlar, o'shalar uyalsin. Men hech qachon uyalmayman. Men sport targ'ib qilyapman. Kommentlarda yozilyapti-da, oxirgi jangdagi mag'lubiyatdan keyin kim eding-ku, Odilxon kim bo'lding deb. Ana ular kechiringlar. To'g'risi, noldan chiqqan oddiy bolaga olaversa, to'yga yaqin bo'lgan bo'ydoqqa nima deydi, orqaga ketish ozgina bo'ladi, Shohjahon akam aytgandek. Lekin sizlarga va'da beramanki, chiroyli g'alabalar qilib, boksda ham, MMA'da ham Odilxon nomini hali juda ko'p eshitasizlar. Shohjahon aka, kattakon rahmat aka, shunaqa imkoniyat berganingiz uchun. O'zbek sportida, o'zbek boksida siz o'rningiz juda ham katta. Kimdir tan oladi, kimdir tan olmaydi. Sizga o'xshagan boksyorlar kim shunaqa agitatsiya qilib, kim shunchalik ko'taryapti? Dushmanlaringizga aytsin aka. Ashkurum Muhammad aka, assalomu alaykum. Rahmat. Alloh so'rtolar. Hamma yaqinlarimizga rahmat. Adam aytadigan gapim bor. Ona, biz uddaladik. O'zbekiston hammaga rahmat. Ko'p gapirib o'rgan bo'lsam uzr. Men hali qaytaman.